Salom YouTube. Bugun sizlar bilan tovarlarning bojsiz olib kirish normalari haqida gaplashamiz. O'zi bojxona sohasida qanaqa o'zgarishlar, qanaqa yangiliklar bo'lyapti? Men sizlarga shu savolga xalq tilida javob berishga harakat qilaman. 2025-yilning 18-apreldagi farmoniga muvofiq bojsiz olib kirish normalari ancha qisqartirildi. Bu nima degani? Avvallari, ya'ni siz 2025-yilning 1-mayga qadar avia orqali, masalan, samolyot orqali $2000 bo'lgan yuk olib kelsangiz, rastamoshkasiz o'sha yuklarni o'z ehtiyojlaringizga ishlatishingiz mumkin bo'lar edi. Ya'ni bemalol uyingizga olib ketishingiz mumkin edi. Lekin 2025-yilning 1-maydan boshlab shu limit $1000 ga qisqartirildi. Ya'ni siz $2000 emas, $1000 bo'lgan yuk olib kelsangiz, shu yuk uchun rastamoshka to'lamasdan bemalol shu yuklaringizni o'z uyingizga olib ketsangiz bo'ladi. Hech qanaqa bojxona to'lovlarisiz. Va yana bir muhim tomoni shundaki, aynan 2025-yil 1-maydan boshlab samolyot orqali yuk olib kelayotgan bo'lsangiz, qaysi davlatdan yuk olib kelayotgan bo'lsangiz, o'sha davlatda siz 3 kalendar kunida bo'lgan bo'lishingiz kerak. Avvallari bu norma yo'q edi, ya'ni kalendar yoki 2 kalendar kunida o'sha davlatda bo'lishingiz kerak degan narsa yo'q edi. Lekin 1-maydan boshlab siz o'sha davlatda 3 kun bo'lgan bo'lishingiz kerak. Masalan, avvallari sistema qanaqa bo'lar edi? Siz telefon olish uchun borar edingiz. Masalan, bugun borar edingiz 26-aprel kuni va ertangi reys bilan qaytar edingiz telefon olib. Lekin endilikda bu amal qilmaydi. O'sha Dubayda 3 kun yashashingiz kerak bo'ladi va endilikda o'sha olib kelayotgan telefonlaringiz nima maqsadda olib kelyapsiz? Shunga ham bog'liq. Agar siz 10 ta telefon olib kelayotgan bo'lsangiz, 10 ta telefonning barchasi uchun rastamoshka to'laysiz. Ya'ni bu holatda sizga $1000 lik limit amal qilmaydi. Agarda siz 2 ta telefon olib kelayotgan bo'lsangiz, bu o'z shaxsiy ehtiyojlaringiz uchun olib kelyapti deb bitta telefonga rastamoshka to'lamaysiz. Qolgan bitta telefonga, ya'ni $1000 uchun rastamoshka xarajatlarini to'laysiz. Shu holat temir yo'lda qanaqa edi deydigan savol bo'ladigan bo'lsa, avvallari, ya'ni 2025-yilning 1-mayga qadar temir yo'l orqali $1000 gacha bo'lgan yuk olib kelsangiz, rastamoshka xarajatlarisiz shu yukni olib ketishingiz mumkin bo'lar edi. Shu limit $500 ga qisqartirildi. Ya'ni 2025-yilning 1-maydan boshlab siz $500 gacha bo'lgan yuklar uchun rastamoshka xarajatini qoplamaysiz. Ya'ni to'lamaysiz. $500 dan limit oshdimi, siz har bir kilogrammi uchun, ya'ni yukingizning har bir kilogrammi uchun $3 dan kam bo'lmagan miqdorda yoki bo'lmasa o'sha yukingizning 30% miqdorida bojxona to'lovlari undiriladi. Xalqaro kuryerlik jo'natmalarda esa avvallari bir kvartalda $1000 gacha bo'lgan yuk olib kelsangiz, rastamoshka to'lamas edingiz. Shu hozir bir oyda $200 qilib belgilanadi. Ya'ni siz xalqaro kuryerlik jo'natmalari orqali bir oyda $200 lik yuk jo'natsangiz, rastamoshka to'lamaysiz. Eslatib o'taman, bu avvallari bir kvartalda $1000 edi. Ya'ni 3 oyda $1000 degani bu. Piyoda va avtomobil orqali yuk olib kelsangiz, avvallari $300 gacha limit bor edi. Shu limit o'zgarishsiz qoldi. Ya'ni hozir ham $300 gacha bo'lgan yuk olib kelsangiz, rastamoshka to'lamaysiz. Faqatgina o'sha davlatda 2 kun bo'lgan bo'lishingiz kerak. Ya'ni 2 kun o'sha davlatda yashagan bo'lishingiz kerak, qaysi davlatdan yuk olib kelayotgan bo'lsangiz. Bu nima degani? Endilikda siz Qozog'istonga chiqib, ya'ni bugun Qozog'istonga chiqib ketsangiz, ertasi kuni qaytib kelib o'sha $300 lik limitdan foydalana olmaysiz degani. Kamida Qozog'istonda 2 kun turishingiz kerak va 2 kundan so'ng O'zbekistonga qaytib kelsangiz, o'sha limit bo'yicha rastamoshka to'lamaysiz. Ya'ni $300 gacha bo'lgan yuk olib kelsangiz, rastamoshka to'lamaysiz. Agar $300 dan oshdimi, o'sha oshgan qismini 30% ni to'laysiz yoki yukingizning har bir kilogrammi uchun $3 dan kam bo'lmagan miqdorda bojxona to'lovlari undiriladi sizga. Hammaga ma'lumki, bojlar iqtisodiyotimizga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir qiladi. Bu haqida ko'plab iqtisodchilarimiz ham aytishyapti. Masalan, Botir Qobilov o'zining Telegram kanalida ushbu mazmundagi post qoldirgan. Menimcha, o'rtacha va median o'zbekistonlik nafaqat 1 yilda, balki umri davomida xorijda qiladigan parvozlar soni ro'ppa-rosa 0 ga teng. 500 ta odamni deb butun mamlakatga boj solish maqsadga muvofiqmi degan savol o'rinliroq degan mazmundagi post qoldirgan. Yoki bo'lmasa, iqtisodchi Otabek Bakirov ham aynan shu mavzuga oid qiziqarli post qoldirgan. Balki ajroho bojlar mavjudligi tufaylidir. Bir to'da mahalliylashtiruvchilar va mahalliy importyorlar foydasiga kiritilgan ajroho bojlarni olib tashlang. Ishoning, hech kim chegara oshib telefon va konditsioner olgani qo'shni davlatga bormaydi. Normal davlatlardagi kabi tovarlar o'zaro raqobatlashuvchi va eng optimal import kanallari orqali kirib keladi. Sog'lom bozor paydo bo'ladi. Iste'molchi kambag'allashmaydi. Shu mazmundagi postni Otabek Bakirov o'zining Telegram kanaliga joylagan. Yana bir taniqli iqtisodchi Behzod Hoshimov ham o'zining Lolazordagi podkastida bojlar har qachon, har yerda yomon kabi fikrni ilgari surdi.
Siz nima deb o'ylaysiz? Bojsiz olib kirish normalari pasaytirilgandan so'ng bu narxlarga qanchalik ta'sir qiladi? Fikrlaringizni kommentariyaga qoldiring va albatta bizning YouTube sahifamizga obuna bo'lishni unutmang. Biz sizga O'zbekistonga olib kirish mumkin bo'lgan tovarlar, ularga qo'llaniladigan imtiyozlar va ularga qo'yilgan cheklovlarni birinchi bo'lib sizlarga yetkazamiz.